Assalomu alaykum qadrdonlar. Mirobod tumanida 2 sotuvli uyimiz skidga narxga tushib sotuvga chiqdi. Eski narxi 170 ming, hozirgi narxi 155 ming. Yangi oladigan klientga yana nomiga o'tib beraman, deyaptilar. Ketdi. Eshikdan kirganimiz chap tomonimizda oshxona. Oshxonadan keyin zalimiz. Xonaning kattaligini qarang. Bu yerda yosh katta otaxonlarimiz uchun yotoqxonasi qilingan. Birinchi etaj sanuzel. Do'stlar, chala ishlari bo'lsa bitirib beraman deyaptilar. Xo'p, bu yerdan ikkinchi etajga. Shundan zinadan ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda hol, bu yerda bitta детский spalnimiz. Razmeri ham normalniy katta kvadraturada ekan. Bu yerda ikkinchi детский spalni. Xo'p. Bu yerda sanuzelimiz. Bitkazib beramiz deyaptilar ekan. Bu yerda родительский spalni. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta alohida kichkina spalnimiz. Kimga yoqqan bo'lsa, u qidirayotgan yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.